2026-yil 16-18 aprel kunlari O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari boshchiliklardagi delegatsiya Moskva shahrida xizmat safarida bo'ldi. Safar doirasida diniy idoralar o'rtasida hamkorlikni mustahkamlash, tajriba almashish va vatandoshlar bilan uchrashuvlar o'tkazildi. Elchixonada bo'lib o'tgan muloqotda ikki davlat munosabatlari, Rossiyadagi vatandoshlar holati va ular bilan olib borilayotgan ma'naviy ishlar muhokama qilindi. Qayd etildiki, so'nggi yillarda mehnat migrantlari orasida oila mas'uliyati va vatanparvarlik tuyg'usi kuchaygan. Shuningdek, 200 dan ziyod vatandoshlar bilan uchrashuv o'tkazildi. Muftiy hazratlari yurtimizdagi diniy ma'rifiy islohotlar, yangi masjidlar va Qur'on kurslari haqida ma'lumot berdilar. Ayniqsa Islom sivilizatsiyasi markazi va Imom Buxoriy majmuasi kabi yirik loyihalar alohida ta'kidlandi. Vatandoshlarga fitna va shubhali axborotlardan saqlanish, diniy savollarda fatvo markaziga murojaat qilish tavsiya etildi. Muloqot yakunida muftiy Shayx Nuriddin Xoliqnazar hazratlari Moskvadagi Imom Muhammad al-Buxoriy nomidagi diniy tashkilot tomonidan Al-Ilm ordeni bilan taqdirlandilar. 17 aprel kuni Moskva jome masjidida juma namozi oldidan ma'ruza qilindi. Unda halol mehnat, oila muqaddasligi, ota-onani e'zozlash, farzand tarbiyasi va vatanga muhabbat masalalariga urg'u berildi. Shuningdek, muftiy hazratlari Rossiya muftiysi Shayx Rabil Gaynuddin bilan uchrashdilar. Suhbatda ikki davlat diniy idoralari o'rtasidagi hamkorlik va uni yanada rivojlantirish masalalari muhokama qilindi. Yakunda ta'kidlandiki, mazkur tashrif O'zbekiston va Rossiya o'rtasidagi diniy ma'rifiy aloqalarni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Biz muhtaram Shavkat Miromonovich Mirziyoyevga Alloh Rabbimiz qilgan har bir amallarında Alloh Rabbimiz rozi eylesin. O'zbekiston musulmonlar foydasına, İslam foydasına, İslamның darajasini ko'taruvga Anın qo'ygan xizmatlarin Rabbimiz Allah qabul qilsin. Kelajakda xayrli sog'lik, salomatligini bersin. Xizmatlarida xayrli muvaffaqiyatlar, o'ngishlar nasib eylesin. Bala qazo, qayg'u hasrat, xavf xatarlardan Cenab-ı Hak o'zi saqlab, izga umr itarga, umrlarini uzun qilirga va millat uchun, jumhuriyat uchun, musulmonlar uchun, xalqlar uchun xayrli xizmatlar qilirga kelajakda da Alloh Rabbimiz o'zlaridan nasib eylesin. Rahmat sizlarga. Allah